Assalomu alaykum qizlar. Men sizlarga hozir Arflon kompaniyasining qaysi duxisini ishlatishim haqida ma'lumot bermoqchiman. Men Arflon kompaniyasining Love Potion degan duxisini ishlataman, chunki bu juda ham yoqadi menga. Sladkий zapravka ega. Sostavi quyidagi. Bu duxis juda ham yoqadi qizlar. Qo'limga urmaydi, har doim menga shirin kayfiyat ham xush hid taratib turishga yordam beradi qizlar. Mana bir yil davomida sizlarga nechta duxis ishlatganimni ko'rsatmoqchiman. E'tibor beramiz. 6 ta pustoy idishchalarimiz bir yil davomida nechta ishlatarkanman deb bularni kolleksiya qilib bir yildan beri yig'im qilib, bugun 1 yil bo'ldi. 6 ta ishlatdim, уже 7-sini ochdim. 1 yil davomida 6 ta ishlatcha ishlatdim. 7-sini mana sizlar bilan davom etamiz. Mana qizlar, endi sizlar bilan birgalikda yangi ishlatmoqchi bo'lgan duximni yangi upakovkasidan ochamiz, chunki o'shalar ishlatilib bo'ldi. Ichida hech nima qolmadi. Sizlar bilan yangi duxini ochib, ya'ni o'zim uchun yangi upakovkani ochaman sizlar bilan birgalikda.